Vay, men daji, anlattım sen. Anlattım aka, şundak indik anlattım. Çakan digine, yediğin esler nede? Kuskum tuyguz olay. Yeymenli dep tursa. Çünkü avaz havanı təvritidu. Hava təvrinişi bolsa, jip arqılı qulaqqa yetip keldi. Havanı təvritidu? Buna avaz dolqunu mu deydi? Qara, taş düşkən çağda dolqun payda bulduğu. Şununğa oxşaş, avaz mı havanı təvritiş arqılıq, avaz dolqununu payda qıldı. Aka, sen necə çıx nəslərini bildikense? Ben bunu yengilip öğrendim. Emmisi, telefonun asas qanda? Bunu texi bilmeyme. Menden sonra bakaylı. Yaxşı misle, men Alexander Grandbier'nin memi. Alexander Grandbier? Şundak, telefonunu bir keşif qılğan. Bugün sizlerge şunu sözlep berey. Jıraqdan kelgen avaz. Bu bir dəstləb keşif qılğan telefon. Mana bu Alexander Grandbier'nin resmi. O Şotlandiyaның Edinburgh şəhərində doğulğan. A, O, E, I, O. Birinin dadısı ataqlıq komediya artisti. Birinin artist boğusu bağımı nimə, hə? A, O, Artist bulay dep avaz meşq qılıb atamsınız, hə? Yoq. Men dadamның işlariga varislik qilish uchun to'g'ri talaffuz qilishni mashq qilyapman. Hə, mundaqkanda bu musuğu sizdən artist çıxmaydı. Nima? Nima dedin? Yana bir gina. Eski. Dada, qaytib kelibsiz. Ha, qaytib keldim. Birinin dadısı gazkaçılar üçün yeni tilni tədqiq qılıb atatdı. Bu gap qılıb atqan adamның ağız hərəkətiga qarab, onun nima deyatqanlığını bilib ağılı buladigan tildi. Ben pat yaqında Londonga o'rib xizmat qilaman. Sening patroq cho'ng bo'lib, menga hamdam bo'lishingni umid qilaman. Men shuni o'ylab to'g'ri talaffuz qilishni mashq qilyapman, dada. Ha, yaraysan balam. Dadısının xizmeti münasibeti bilen bir London'a geldi. Şu çağda bir endili 19 yaşa kirgen bolsumu naiti pişip yetilgeçke dadısının qavul yordamchisi bo'lib qolgan edi. O nima qilib atadigandı? Siz qachonmi yaqinroq musiqalarga chaldigan bo'lasiz? Men tovush asli qilay deyman. Tovush? Bununla pianino çalışning nima hojati? Sizga men aytib beray. Qaysi tovushni anglamoqchi? Bo'ldi. Ha? Nima? Men so'ziq tovush asli qilay deyman. So'ziq tovush a, i, a, u, shundaqmi? So'ziq tovush ojiz kuchlikligi o'xshamaydigan har xil yakki tovushlardan tashkil topgan. Şuna aciz, küçüklüğe okşamaydıgan her xil tavuşlarını biriktirip so'ziq tovush asıl qilg'ili bo'ladi. Bu bir qiziqarli kashfiyotga. Yangi kashfiyot bo'lib qolanda texi. Men shuni o'ylayotgan. Qalbi ish bo'ldi, bek yaxshi ish bo'ldi. Yangi kashfiyot, bek yaxshi ish bo'ldi, bek yaxshi ish bo'ldi. Emis'i men muallimga dokulat qilay. Muallim, yangi kashfiyot. 19 yaşlık yaş Alexander Grandbier. İlim pende yaratkan gayet zor keşfiyatınız için bunu sizge təqdim qıldık. Nim boldunuz? Nemişki bundaq ruyunuz düşüp ketdi? Germanilik alim Heyli Morris bu köz qarashni o'ttirib qo'yib o'pdi. Nima? Estağ, rostla öküngidek iş bo'pti. Yangi keşfiyat oson qo'lga kelmagandi. Bo'pti, o yangi kashfiyot bo'lmasa-mu, bizning o'ylaganlarimiz xato emas. Nima? Onun kitabını yaxshi o'qib chiqsam, yangi tovush hosil qila olaman. To'g'ri, men sizga yordamlashay. Kitap o'qishqu yaxshi ish. Lekin bu nemis tilida yozilgan kitobkan-ku. Sen lug'at aqtor.
Mağma sözünü tepip bergin. Mani mı? Ha? Kaysını? Yeni mani. Ha? Maqul. Şu günden başlap meni nes bastı. Bir, meni her günü lügat aqtırışqa saldı. Ey, yeni bir sözünü tepip be. Uyqum kep ketdi. Qag'in o'zingiz teping. Yeni birini tepip bersanchi. Tezrek o'qib bo'lay deyman. Az qoldi. Qasimi jayilgansiz. Acayip yaxshi bo'ldi. Oxiri o'qib tugatdim. Qanday qarab? Tushundingizmi? Hech nimasini tushunolmadim. Shundaq, bu degan kamerton. Kamerton gimnastika saymanimi? 1 2. Ay, ovoz ejib yiqimliqga. Oy, bu nima ish bu? Oy, chaqqan to'xtating. Oy, mana to'xtating deyman. Oy, chaqqan to'xtating. Oy, nima ish bu? Oy, to'xtating deyman. Ejibmi qo'rqib ketdim. Nima ish endi? Olmasam ovoz ko'tarib ketib ketdikina. Rezonans degan shu. Rezonans? Shundaq. Kamertonning ikki tarafidagi manfiy bilan musbat o'xshash bo'ladi. Bir tarafiga ursang, yana bir tarafidan o'xshashli ovoz chiqadi. Ayli Morris elektromagnetlik tomirdan foydalanib, kamerton orqali so'ziq tovush hosil qilgan. Mana shuningdan qaraganda elektr orqali xabarlash usulidan foydalanib, yiroqdagi kamertondan ovoz hosil qilgan bo'g'idek. Onun üstüge kamerton rezonansdan foydalanib, shu orqali xuddi muzikadek yuqori tuvanliga o'xshamaydigan ovozlarni yetkazgili bo'ladi. Bir muzikani boshqa yerdan anglag'ili bo'ladi. Bu nima degan yaxshi? Uni muzikalik elektro aloqa deymiz. Bilmegechga so'ziq tovush tadqiqotini to'xtatib turishga majbur bo'ldi. Lekin muzikalik elektro aloqa ustidagi tadqiqot uning telefonni kashf qilishiga sabab bo'ldi. Bir yoqdan dadisiga qarasa, yana bir yoqdan astoydil tadqiq qildi. Lekin bek charchab ketgachga kasal uni oxiri yiqitdi. Ota-onasi bolasini deb uzun yil turgan Angliyadan ketish qaroriga keldi. Ular bütün ailesi bilan Kanadaga ko'chib keldi. Havo sap bo'lg'achqa bir sallamaza saqayib ketdi. U dashida o'qituvchilik qilib, tadqiqot ishlarida ajoyib muvaffaqiyatlarga erishdi. Dal mush chaqda. Yaxshimisiz, bir efendi? Bu kishi Thomas Sanders bo'ladi. Amerikaning Boston shahridan kelgan korxonachi. Biz turatgan joyda nurg'un bola, mening o'g'limga o'xshash gaz yoki gacha. Sizning biz tarafga ko'chib berishingizga intizormiz. Lekin bundaq bo'lganda men dashoylik xizmatimdan istifa bersam bo'ladi. Uning ustiga mening hozir tadqiq qilayotgan ishlarim bor. Men sizning uyingizda sizga tajribaxona tayyorlab beraman. Bolalarni deb bo'lsa-mu, mush ishqa kuchingizni taqdim qilishingizni umid qilaman. Biroq o'tinib qolay. Yanıla bağınım tüzük okşaydı. Bek yaxshi bo'ldi.
Endi bu sizning tajribaxoningiz. Nima lozim bo'lsa tatinmay davering. Darhol yetkazib beraman. Yaxshi bo'lg'ini, bir Kantasha tajribaxonga ega bo'ldi. Uning ustiga tadqiqot ishiga yetarlik vaqt chiqara oladi. Ishgacha yaxshi ish. Kiring. Efendim, tanıştırıp qo'yay. Bu qiz Habat efendining qizi Megil. Tunji qitim ko'rishimiz. Mening ismim Megil. Efendim, sizga nima bo'ldi? İşlim bo'lmadi. Bu qizma kichigida bo'g'ma kasaliga giribtor bo'lib, gaz bo'lib qolgan. Olidan ko'proq xabar elib qo'yasiz. Kechiring. Qız balalar, bir sizgan har xil ovoz to'lqinini bir ko'ribla, ovoz deganning nima ekanligini bilib oldi. Qaranglar. Ovoz dolqini qo'yiq yerda ovoz yuqori bo'ladi. Ovoz dolqini shalong yerda ovoz to'van bo'ladi. Voy, rost. Ovoz dolqinining shakliga o'xshash tavritilgan elektr dolqini asıl qilib, ondan uni elektr magnetiga tutashtirsam, tavrinish taxtasida asıl bo'lgan tavrinish ovoz chiqarmamdi. Mushundaq bo'lganda tok orqali ovoz taqat qilib bo'ladi. Savodashlar, darsni tushunlar. Shundan boshlab bir telefon bilan bo'lib ketdi. Ovozni tarqatqili bo'ladigan bo'ldi. Shu chaqda Rais ismli bir kishimi telefonni tadqiq qilib o'tadi. U yog'och bilan quloqning shaklini yasab, bir teshik ichib, uchaydan yasalgan nefis pardani tavrinish taxtasi qildi. Nefis pardining keyniga oq oltindan ishlangan simni ulab, bir uchini purjinga tutashtirdi. Eng oxiri batareyaga uladi. Shunday qilib nefis parda ovoz tarqatganda, nefis pardada tavrinish hosil bo'lib, tok turib uzilib, turib tutishib turdi. Mana bu ovoz qabullig'ish edi. Elektr magnetning roli tufaylidan metal simda tavrinish hosil bo'ladi. Lekin chiqqan ovoz odamning ovoziga o'xshamaydi. Rais keyin telefonni qayta o'zgartdi. Lekin chiqqan ovozni yana aniq anglag'ili bo'lmadi. Zandas efendim. Men telefon yasashning chorasini topdim. Men bugundan boshlab telefon yasash qaroriga keldim. Nima bo'ldi? Nimaga shuncha xo'sh bo'lib ketdingiz? Men tok orqali ovoz tarqatishning chorasini topdim. Ovoz to'lqinini tok iqimiga aylantirsak bo'ladi. Efendi, bunda qilsangiz bo'lmaydi. Ish qilganda bunda qarasaldalik qilmang. Bu qitim men Watson efendini sizga yordamchilik taklif qildim. O sizdan tok aloqasini tanishishni tadqiq qilishingizga yordam qiladi. Watson efendi, bu yoq bir efendi bo'ladi. Efendi, sizga omonat emsa, tok aloqasini tanishish tadqiqotini patroq o'rindishingizni umid qilaman. Bo'ladi. Tok aloqasini tanishish orqali birning muzikalik elektro aloqasini paylanish Sandasning tasavvuri edi. Sandas shuni his qildiki, mushundaq narsa kashf qilinsa, nurg'un pul topqili bo'ladi. Shuni u xilicha xarajat ajratdi. Watsonni yordamchilikka qo'ydi. Sandas korxonachi bo'lishga munosib odam. Oy, nima degan issiq. Bir bilan Watson har kun elektr aloqasi tanishishni tadqiq qilyapti. Tayyorlik bitti muallim. Bo'ladi. Bir elektr aloqasi tanishishni sinab qilayotgan chog'dimi, telefonni faqat esdan chiqarmadi. Kun nimanda issiqdi. Watson, söz qabullig'ini qayta tekshirib baqayli. Hop. Birinchisi bitdi. Ikkinchisi bitdi. Yaxshi. Efendi, üçüncüsünde imkas yok. Sim tegishib qolgandimi? Watson, simni ajirtib ber. Hop, to'xtab turing. Qaldiq. Toza tasib oldiq. Qanday qilsam bo'la? Bu nima ovozdi? Watson, boy nima qilding, ha? Men
Men faqat Ey Watson, men senden xafa bolup atqınım yo'q. Men iliqi murakkab bir xil ovozni angladim. ha, Endi bildim. Bu degan induksiya. Induksiya deganni tushuntirish tez. Men tushuntirib qo'yay. Ikki parcha magnit sim o'ramiga dam yaqinlashtirilib, dam yiroqlashtirilsa, elektr hosil bo'lib tok eqimini shakllantiradi. Mana bu tok eqimini induksiya deymiz. Berining qurilmasida tavrinish taxtasi bilan prujna birlashtirilgachga simni magnitlashib ketgan. Vositdan bu simni ajratganda magnitlik tumi rolini o'tayotgan sim ajrab, shuning bilan induksiya hosil bo'lgan. Watson, sana köp rahmet. Bunu sen boğaçqı bayqayaladın. Bundaq induksiyadan foydalanib, insonlarning murakkab ovozini tarqatqili bo'ladi. Ras, mushu bayqash sababli berining qalasida telefonning sxemasi shakllandi. Raisning telefonning qurilmasi ilgirki telegraf qurilmasiga o'xshash bo'lib, buningda tokni ulash va uzish usuli qo'llanilgan edi. Bundaq usulda ovozning yuqori tuvanligini tarqatqili bo'lgan bilan ovozning kuchlik ojizligini tarqatqili bo'lmaydi. Odamning ovozi murakkabroq, ojizlik kuchliklik o'zgarishi intayin nozik. Bundaq ovozni tarqatishda uzilmaydigan tok eqimidan foydalanishga to'g'ri keladi. Bir mana shu masalani bayqagan edi. Moshundaq bo'lganda telefonni yasab, ovozni tarqatqili bo'ladi. ishlayli efendi. Qandaq, menga hamkorlashamsa? Albatta. Tavrinish taxtasining tavrishidan hosil bo'lgan tok eqimi ovozni ovoz qabullig'iga yetkazib berdi. Mana bu tunji telefon, mana bu yaxshilangandan keyingi telefon. U ilgirki telefonlarga o'xshamaydi. Buningda tavrinish taxtasidagi jingni suyuq jismga sanjib qo'yiladi. Bundaq bo'lganda ovozning kuchlik ojizligi tokning kuchlik ojizligiga aylandi-da, texmi inchga ovozlarni tarqatqili bo'ladi. Bu kun oxiri yetib keldi. Tinch. Birden jim tursanchi. Opla, yaman bo'ldi. Watson, tez chiq, chatoq chiqdi. Watson, tez chiq, chatoq chiqdi. Yaman bo'ldi. Ağladım efendim. Muvaffaqiyat kazandık. Watson, sana ne oldu? Çapsan çıkmamsa. Ağladım. Avazını yedik ağladım. Nemin ağladım? Bu gayet zor muvaffaqiyat Watson. Şunda. Efendim, ben anladım. 5 yildan keyin bir maxsus foydalanish huquqini iltimos qildi. Berga berilgan foydalanish huquqi nihoyat ko'p. Men hozir sizlarga u birinchi qatim erishgan telefondan maxsus foydalanish huquqi to'g'risidagi hikoyani so'zlab bermoqchi. Bir foydalanish huquqiga erishib 2 soatdan keyin yana bir odamga o'xshashli telefondan maxsus foydalanish huquqini iltimos qildi. Emirgeli ismli bu adam 2 soat kechikishga telefonning kashfiyotchisi bo'lamidi. Uning kashf qilgan telefoni berning telefoniga o'xshash bo'lib, uningdan hech qancha farqlanmaydi. Haqiqatan bu kishining hissdoshligini qo'zg'agudak ish bo'lgan edi. Bir oxiri o'zi yaxshi ko'rgan bu qizga uylandi. U Habadining qizi edi. Orqadan yana bir qatim to'y markasi o'tkazildi. Biroq bu to'y telefonning to'yi edi. Bir Edisonning ovoz yetkazgichidan foydalanish huquqini setib olib, uni o'zi kashf qilgan ovoz qabullovchiga birlashtirib, insonlarga qoldirdi. Bir yana nurg'un tadqiqotlarni ilib bordi. Baxtsiz bolalar uchun qilgan sinoqlarimiz shuning ichida. Bu ikkisi Eyron Kra bilan zandas bo'ladi. Efendim, Yerin bu şaqiratmanın qanchalik cho'ngligini his qilyapman deydi. Chunki yer yuzining tavrinishi uning bedniga o'tadigan. Eyron, men sizni burunli biyaga ekilib shaqiratmani ko'rsatmoqchi edim. Sizning shaqiratmaning cho'ng kichikligini bilalaydiganligingizni his qilib, bek xursand bo'ldim.
telefonni kashf qilishning o'zi qalti cho'ngishdi. Shundaqdimi uning gospollarni deb zerikma tadqiqot ilib berishi haqiqatan kishini ta'sirlantirdi. Men shunday o'ylayman. Qizlarni anglayalaydigan telefon kashf qilib bilanmi aka? Yaqinda dadamda anglasam, ovozni odamning ustixoni orqali cho'ng mingiga yetkazib beradigan bir xil telefon bor ekan. Shundaqmi? Bir bilgan bo'lsa, cho'qim xushal bo'ladi. Rost.小さい川は泣くよ海は